Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Kayfiyatlaringiz a'lo darajadami? Bugun sizlar bilan birgalikda personal pronouns mavzusini davom ettiramiz. Personal pronouns bu o'zbek tilida kishilik olmoshlari deb tarjima qilinadi. Kishilik olmoshlari bular birlik va ko'pliklarda bo'ladi. Birlik singular, ko'plik plural. Birlikda I, you, he, she, it. Ko'plikda esa we, you, they bo'ladi. I bu o'zbek tilida men. He o'g'il bolaga nisbatan u deb aytiladi. She qiz bolaga nisbatan u deb tarjima qilinadi. It hayvonlarga yoki bo'lmasam jonsiz predmetlarga nisbatan u deb tarjima qilinadi. We biz, you birlikda siz yoki sen, ko'plikda esa sizlar deb tarjima qilinadi. They ular.